Assalomu alaykum hurmatli televizor ko'ruvchilar. Uyg'ur televiziyasining kundalik xabarlarini ko'rishinglarni qarshi olamiz. Oldi bilan xabarlarimizning muhim mazmunlarini tanishtiramiz. Sharq Turkistonda korxonalar yangi shagird tuzumini umumyuzlik yo'lga qo'ydi. Xitoy doiralari Uyg'ur tarixini qayta sharhlamoqda. Amerikaning Xitoyda turishliq bosh elchisi Tibetni ziyorat qilmoqchi. Xabarlarimizning oxirida Uyg'urlardagi qizlarning qo'liqini tiyish odati haqida to'xtalamiz. Tövəndə diqqətinizlə xəbərlərimizdən təfsili məzmunlarda olsun. Tianshan Tori 21 may xəbərdə Abnum rayonluq adam küçü baylığı və ictimai kapalat nazarətinin bildirişçə, texnik köp bilimlik, maharetlik, yenilik yaratışan əmgəkçilərini yetiştiriş üçün yaxında Şinjan Uyğur Abnum rayonunun karxanalar yeni şagird tüzümünü yola qoyuş vaxtlıq çağrısı elan qılınğan olub, 1 may gündən başlap karxanalar yeni şagird tüzümü umumyuzlik yola qoyulğan ekan. Karxanalar yeni şagird tüzümü hökumət yetəkləş, karxanalarni asas qilish, Məktəblə qatnış prinsipi boyunca karxanalarning texnik maharat iş o'rniga yenidən qabul qilinganlar və iş o'rni almashgan xodimlarni tarbiyalash obyekti qilib, ishchi qabul qilganlik, o'quvchi qabul qilganlik bo'lish, karxanaga kirganlik, maktab kirganlik bo'lish, karxana və maktab qo'sh ustoz birlashib yetishtirishni asosiy andizi qilib, karxana bilan maktab hamkorlashish, ishlash bilan o'qishni girallashtirish usuli orqali karxanalarning texnik maharat ixtisosliklarini yetishtirish tuzumini o'tirib qo'yib, amallashtirishni ko'rsatdi ekan. Mazkur e'lon qilingan vaqtlik chorada mundaq aniq belgilandi. Karxanalar yeni şagird tüzümüdə 45 yaşdan tövən, karxana bilan 1 yildan artıq əmgək toxtamı imzalagan, texnik maharat iş o'rniga yenidən qabul qilingan xodimlar və iş o'rni almashgan xodimlar yetishtirish obyekti qilinadi. Yetishtirish nishoni karxanalarning ish o'rni talabiga uyg'un keladigan o'ttira, yuqori darajalik texnik ishchilarni asos qiladi. Yetishtirish muddati 1 yildan 2 yilgacha bo'ladi. Alohida ahvolda 3 yilga uzartishga bo'ladi. Karxanalar yeni şagird tüzümü karxanalarni asos gavda qilib tashkilot qanot yaydiriladi. Karxana tarbiyalash obyektini o'z oldiga bekitadi. İş o'rin talabiga asosan tarbiyalash vazifasini bekitib, tarbiyalash apparatları bilan hamkorlik kelishimi imzolaydi. Karxana munavvar yuqori texnik maharat ixtisosliklarini tanlab, ustoz shogirdni yetaklashni qanot yaydirdi. Tarbiyalash apparatları qaratmalik o'qitishni qanot yaydirib, tarbiyalash vazifasini hamkorlashib tamomlaydi. Shundaqla shogirdlarning ish haqi əmgək to'xtamidagi butun bo'yicha beriladi. Shu joyning eng tuvan maosh o'lchamidan tuvan bo'lsa bo'lmaydi deganlar belgilangan. Күзәткүчеләрнең белдирүчә, Хытай хөкүмәтенең бундак карханалар яңа шагирд тuzumini yo'l qo'yish vaqtlik chorasini yo'l qo'yish orqali xalqaro jamiyatning diqqat nazarini burab, Sharq Turkistonda aman qolgan Ossondagi Uyg'ur jamoatini yana bir qatim niqoblashtirilgan turma yoki lager tusini olgan o'rinlarga o'rinlashtirish orqali tubdan kontrol qilish, assimilyatsiya qilish ekan. Erkin Asiya radiosi xabarida Xitoy doiralari xalqaro musiqa kuni munosabati bilan Sharq Turkistonda madaniyat yadigarliklar ko'rgazmasi o'tkazib, Uyg'ur tarixini qayta sharhlashga kirishgan. Xitoy taratqullarining xabar qilishicha, bu faoliyat Uyg'ur Abnum rayonluq muzeyining sohibxonligida o'tkazilgan bo'lib, uningga Sharq Turkistondan topilgan 1000 parcha madaniy yadigarlik qo'yilgan. Bu vaqtdagi xabarlarda bu madaniy yadigarliklar orqali kishilarning Junxo madaniyatini to'nishining o'stirilganligi ta'kidlangan. Bu yadigarliklar Abnum rayonluq muzeyining yangi ochilgan tarixiy madaniy yadigarliklar ko'rgazmasiga qo'yilgan. Xitoy hukumatı Uyg'urlarni keng ko'lamli tutqun qilib, lagerlarga qamashdan sirt Uyg'ur madaniyati, tili, diniy e'tiqodini ma'ni qilib, Uyg'urlarga tava bo'lgan moddiy va ma'naviy meroslarni birdek cheklagan. Uyg'ur tarixiga oid nurg'un roman, tarixiy kitoblarni ma'ni qilgan edi. Abnum rayonluq partikomning 2017-yil ochilgan bir qatimliq arxeologiya yig'inida Chinchuango arxeologiya Şinjanning azaldan tortib Xitoyning zamin ekanligini olg'a surishga xizmat qilish kerakligini ta'kidlagan edi. Şinjan gazetining xabar qilishicha, bu qatim ko'rgazmaga to'qilma buyumlar, qog'oz partisi, xorum, sopol qacha, chalg'u asboblari qatorliq buyumlar qo'yilgan. Uning ichida 2018-yil Xitoydagi 10 cho'ng arxeologiyalik bayqashning biri deb qaralgan Jiminaydan topilgan qadimiy iz, Kuchadagi qadimiy qabrdan bayqalgan buyumlar bor ekan. Күзәткүчеләрнең ilgari surishicha, bu ko'rgazma navbatda Xitoy hukumatı Sharq Turkistonda ijro qilayotgan Uyg'ur madaniyatini vayron qilib, ularning milliy kimligini ojizlatish, ularda umumyuzlik Xitoy madaniyati engini shakllantirish harakatining bir qismi ekan. Amerikaning Beijing turishliq bosh elchisi Terry Branstad bu hafta ichida Tibetni ziyorat qiladiganligini e'lon qildi. Branstadning ziyorati Amerika-Xitoy so'z suhbati mag'lub bo'lib, ikki davlat munosabati keskinlashib ketgan bir mazgilga to'g'ri kelgan bo'lib, Amerika bosh elchisining 2015-yildan beri tunji qatim ziyorat qilishidir. Bundan burun Amerika Davlat Majlisi Tibet sayohat qonunini ma'qullab, chet elliklarning Tibetni ziyorat qilishini cheklash buyrug'ini ijro qilayotgan Xitoy amaldorlariga Amerika vizasi berishni rad qilish talab qilingan edi. Amerika elchixonasi bayonotchisining Reuters agentligi qavatgan yozma bayonotida bu ziyorat bosh elchining yerlik rahbariy kishilar bilan uchrashib, diniy erkinlik cheklamasi, Tibet madaniyati va tilini qo'g'dash jihatlaridagi andisini kun tartibga qo'yish uchun bir fursat deyilgan.
Elchixona bayonotchisining bildirishicha, navbatda Bironstadt, Qinxay va Tibetga qo'shni rayonlarni ziyorat qilayotgan bo'lib, bu jarayonda yerlik amaldorlar bilan suhbat o'tkazadi ekan. Shuningdek, diniy va madaniy yodgorlik o'rinlarini ziyorat qiladi ekan. Tramp hukumati Xitoyning Sharq Turkistondagi kishilik huquq dafsandichiligini qattiq tanqid qilib kelgan bo'lsa-mu, lekin hozirga qadar jazolash mexanizmini ishga solmagan. Shu munosabat bilan Tramp hukumati va Amerika Davlat Majlisi Xitoyning Sharq Turkistondagi kishilik huquq dafsandichiligini jazolash, Uyg'ur kishilik huquq qonunini tezroq ma'qullash haqidagi kuchlik besimga uchrab keldi. Xitoy Tashqi ishlar ministrligining bayonotchisi Lu Kang dushanba kuni Bironstadtning ziyoratida Tibetdagi zo'r o'zgarishlarni ko'radiganligini ta'kidlab, lekin uning bir taraflamalik hukmlarda bo'lmasligini umid qiladiganligini ilgari surgan. Uyg'urlarda qizlar 7 yoshga kirganda quloqini teshib halqa selib qo'yish odati bor bo'lib, bu odat nihoyat uzun zamonlardan beri izchil davomlashib kelmoqda. Gerçi bu odat alohida bir murosim shaklini olmagan bo'lsa-mu, ota-onaning zimmasidagi cho'qim o'tashga tegishli bir mas'uliyat sifatida qaraladi. Bu odatga otalar ancha parvo qilib ketmasa-mu, onalar bir xil mas'uliyat tuyg'usi bilan qaraydi. Qizlar 3 yoshga kirgandan boshlab ularning quloqini teshishga boshlaydi. An'anaviy quloq teshish usuli nihoyat oddiy ham bexatar bo'lib, kishilar qizlarining quloqini teshtirishga biror peshqadam mo'mayni taklif qiladi. Mo'may qizning quloqining yumshoqini qo'noq yoki chigit bilan uzoq ovlab, quloq yumshoqining qinini qochirgandan keyin ondan yengli bilan quloqni teshidida inchik supurgi tili yoki choy shamchisini sanjib qo'ydi. Uyg'ur qiz ayollari quloqining birli yeridan tushuk teshishga odatlangan. Odatda quloqini ikki yerdan tashmaydi ham burnini tashmaydi. Navoda quloqdagi asli teshilgan tushuk bitib qolsa, buzilib ketsa, ondan ikkinchi qatim yana tushuk teshidi. Qiz bolaning quloqini teshganda uning chidamay yig'lab ketmaslik uchun uningga bir ikki tal tuxum yoki biror narsa yegizib qo'ydi. Qizlarning quloqini teshkizgan kuni onasi ularga chiroyli bir jup halqa yoki biror sovg'at olib berish bilan qizining ko'nglini xushal qiladi. Hamda qizining onasi bir oygacha uning quloqining atrofiga yara chaqalarni chiqib qolmaslik uchun maylab har xil malhamlarni surtib turdi. Quloq teshish asosan o'rik chechakilgan paytlarda qilinadi. Uyg'urlarda qizlarning quloqini teshish odati shakllangandan keyin shuning munosib holda qiz ayollarga har xil quloq asqularni sovg'a qilish va to'yliq uchun quloq asadigan har xil zibuzinat buyumlarini sovg'a qilish odati shakllandi. Shuningdek, maxsus halqa va zibuzinatlarni yasash bilan shug'ullangan bir hunar turi zagarchilik maydoniga keldi. Uyg'urlar har xil quloq asqularni halqa, so'ka, munchoq, zira, sirg'a qatorliq nomlar bilan ataydi. Bugungi Uyg'ur jamiyatida qizlar to'y qiladiganida quloq asqular to'yliqning xili muhim bir qismi hisoblanadi. Öz badaniga ma'lum zinnat buyumlarini taqash va esish bilan badan go'zalligini oshirish istiki insonlardan nihoyat burunqi davrlarda shakllangan. Bugungi kunda qizlarning quloqini teshtiradigan bu odat boshqa millatlarga tarqalib o'zlashmoqda. Gerçi İslam dinida qizlarning quloqini teshtirish va halqa esishi diniy majburiyat bo'lmasa-mu, ayollar asosan o'zining go'zallik ehtiyoji tufaylidan shunday qiladi. Quloq teshib halqa esish Uyg'ur ayollarining yasinish odati va zibuzinnat madaniyatida muhim o'rin tutadi. Xabarlarimizni ko'rganingizga rahmat. Ko'rishguncha omon bo'linglar. Xayr xo'sh. Allohga omonat.